Toshkent tumanida Fozilevda 4-maktabda 50 metr kirganinglarda mana maktab o'zidan shunday ko'rinib turibdi. Birov 2 sutuvga shunaqangi chiroyli qilib uchastka qurib qo'yishibdi. Agar korobka holati turibdi, hozir tayyor holatini ham qilib beraman, korobka holatda ham sotaman deb aytayaptilar. Agar korobka holatda oladigan bo'lsangiz 50 ming dollar deyishyapti. Agar tayyor bitirib beraman desa 70 ming dollar deyishyapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilib, telefon qilib kelishingiz mumkin. 4 ta xona, 2 ta samozyolimiz bor, hol qismlari bor. Uchastka vashti zo'r, ideal qilib qurishyapti lekin bor. Bu to'tgan uyimizdan bo'ladi. Hozir kuxnya qismida turibmiz. Kuxnya qismimiz studio holati, studio variantida bo'layotgan. Agar shu holatida bo'ladigan bo'lsa, shu turishida 50 ming dollar ekan, bitirib berish 70 ming dollar ekan. Alohida ichib qo'yasiz. Bemalol 4 uchastka yaratib qo'yishibdi shu yerdan. Bemalol kelib, olib, xarid qilib, yashash uchun cho'tki qilib qurishyapti. Pulch qilib bitirib berishadi. Aytganman-ku, kalit bizada, baxt sizlarda faqat.